Assalomu alaykum aziz do'stlar, bugun mana Uchqo'rg'ondamiz. Yana qadrdon, qirolning yaqin ukam Bunyodbek Odilbekov konsert dasturlariga mehmonimiz. Xudo xolasa konsert juda ham fayzli bo'lyapti. Odamlari ham fayzli. O'ziga o'xshaydi muxlislar ham. Qoyil, zo'r bo'ldi konsert. Har doim Bunyodbekka omad tilayman, ukajonim, gazini bosing. Avvalo assalomu alaykum. Hurmatli kelgan insonlarga hammalariga o'zimni chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Hayajondaman. Jasurbekka, Mirzonovga, ukamiz Jasurbekka, Bobur Mirzo, Alisher akam bu betamiz Ohangar Angrendan keldi Toshkentdan. Qolaversa hozir sahnada mashhur akam yo'llash bilagan o'zimizni chuqur minnatdorchilik. O'rtamizda ovqatimiz yo'qolmasin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Bunyod akam konsert juda ajoyib kayfiyatda o'tyapti, xudo xolasa. Kelmaganlar armonda qolsa, kelganlar mana darmonda. Yaqinda qadrdonlar bugun yig'ildi. Bugun Bunyodjon anaqasi ekan. Tabriklaymiz. Salomat bo'lsin, sog' bo'lsin. Ko'p yillar. Kamerachi so'yib qo'yam. Kamerachi sen ham anaqa bo'lgansan, so'yib qo'yam. Aka, konsertlaringiz bilan tabriklaymiz. Doim sog' bo'ling. Salomat. Keyingi plan aqlad o'tsiga xudo xolasa.